Nega ingliz tilida ko'p so'z yodlaganingiz bilan ularni ishlata olmaysiz? Ko'pchiligimiz qilayotgan xato bir tog'dan, bir bog'dan qilib umuman bir-biriga bog'liq bo'lmagan so'zlarni partish ro'yxat asosida gapdan sug'urib olib yodlayotganligingiz. Aynan shuning uchun ham bir dunyo so'z bilganingiz bilan deyarli 95% ni ishlata olmaysiz. Shunday ekan, muhim fakt. Har qanday tilda lug'at ikki turga bo'linadi. Active va passive. Passive lug'at xotiraning bir chetida saqlanib, faqatgina o'qiganda yoki qattiq eslaganda esga tushadi. Active lug'atdan esa siz har kuni kundalik vaziyatlarda foydalanasiz. Tilni endigina o'rganishni boshlaganda tabiiy ravishda active lug'atni, ya'ni har kungi kundalik hayotingizda ishlatadigan so'zlarni birinchi navbatda o'rganishdan boshlashingiz kerak. Qancha ko'p gap yodlab, gapirib yursangiz, shuncha ko'p yangi so'z o'rganaverasiz va shuncha tez active lug'at boyligingiz oshaveradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, ciao.